narx haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, bu Murayimizni narxi. Murayimizni mana test drayvini sizlarga ko'rsatamiz. Har bitta detali alohida o'ralib keladi. Shuni ko'p joyda 3 qavat deyshadi. Bitta narsa e'tibor beringlar, bu o'rtada o'zini mana bunday birka raqamlari ham mavjud. Inshaalloh nomer olishingda hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Assalomu alaykum, hurmatli Gazskuter kanali a'zolari. Va'da qilganimizdek yangi modellarni taqdim etishda davom etyapmiz. Zavodda o'zidan premyo obzor yangi model 2026-yil Turbo Max Pro modeli ko'rishingiz mumkin. Juda chiroyli ishlangan, rangi ham o'zgacha rangda, voyenniy rangda. Oldida 6 ta fara, yonlarida va asosiy yorituvchi faralar ko'rishingiz mumkin. Amortizatorlari baquvvatdan qo'yilgan, balonlari 5/12. Muraviyda o'zi ham juda baquvvat ishlangan, ramalari ham ustilindan qilingan, yonlardagi ugalari, eng asosiysi sidena o'rindig'i juda keng ishlangan. 3 kishi bemalol harakatlansa bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, boshqaruv panellari audio sistema bilan jihozlangan, telefon dastavkalari qo'yilgan, tablolari ham katta, pultlari ham o'sha Cobalt pultdan. Xo'p, qo'shimchasida nimalar bor deganga, zaryadnik, bakoylar обязательно o'zida bo'ladi. 4 ta silindr qo'yilgan, nasos hamda oldiga maxsus vitraviy oynalari, bosh kiyim, damkrat, polik hamda zapaska ballonlar bilan jihozlangan. Ko'rishingiz mumkin, hurmatli mijozlar. Rangi ham o'zgacha rangda. Bu Muraviyimiz 4 xil rangda mavjud. Voyenniy rangda hamda seriy, qora hamda tomli-siniy ranglari sotuvda mavjud. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Bort razmerlari 1.30 ga 1.80, yonlarida maxsus tegalar bor, kapali bo'lib ochiladi. Orqa ko'rinishi ham juda chiroyli ishlangan. Orqasida mana shunday miltillovchi chiroqlar bilan jihozlangan. Yonlari ham juda chiroyli. Balon razmerlari 5/12, zapaska baloni ham 5/12 qilib jihozlangan. Ko'rishingiz mumkin, sifatlari juda ajoyib, a'lo darajada, hurmatli mijozlar. Muraviyimiz 70 amperli akkumulyatordan bilan jihozlangan. 6 ta 70 amperli akkumulyator turibdi. Miga motorlari 1800 talik. Tezliklari 50 km/soat tashkil etadi. Bitta zaryadka bilan o'rtacha 50-60 km masofani bemalol bosib o'tasizlar. Reduktor miga motorlari ham yaxshilardan qo'yilgan. Hozir bortini ko'tarib, ramalarni ham ko'rsatamiz. Ko'rishingiz mumkin, hurmatli mijozlar. Bortini osti, xo'p. Akkumulyatorlari 70 amperlikdan 6 ta, 2026-yil zatni moslari ko'rishingiz mumkin, juda chiroyli, sifatli ishlangan, qo'sh resor, 4 ta amortizator hamda 4 ta prujuna bilan jihozlangan. Nasosi ham 4 ta, bu yerda hozir ikkitasi qo'yilgan. Ko'tarib tushirishga oson bo'lishi uchun maxsus ramalar tashalingan. Ko'rishingiz mumkin, baquvvat, 1 tonna yukni inshaalloh bemalol ko'tara oladi. Motorlari ham turburchak motor. Bu Muraviyda nomer olishda muammo bo'lmaydimi degan mijozlar uchun mana o'zini mana bunday birka raqamlari ham mavjud. Inshaalloh nomer olishingda hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Bemalol olib, o'zingiz tumanlayingda gayiga borsalar, nomerlar taqib berishadi. Yurishlari juda ajoyib. O'zimiz test drive qilib ko'rdik. Yurishlari, tezliklari normada hammasi. Xo'p, ushbu Muraviyimizning narxi haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, bu Muraviyimizning narxi $1100, vodiy ichi dastavkasi bepul. Qolgan viloyatlarga kelishgan holda dastavkalar bilan chiqarib beramiz. 1 oy akkumulyator qismlariga garantiyalari bor. Akkumulyator qismida muammo bo'lsa, o'zimiz akkumulyatorlarni alishtirib beramiz, hurmatli mijozlar. Muraviyimizni mana test drayvini sizlarga ko'rsatamiz. Tablo quyosh nurida jinday ko'rinmayapti, lekin mana yurishlarini ko'rishingiz mumkin. Yurishlari juda zo'r. Tezliklari mana razgomlari juda joyida. Manyovrlarga yana bir qo'lda boshqaryapman, ko'rishingiz mumkin. Manyovrlarga ham qiynagani yo'q. Muraviy aytganda qiladi, xohlagan tezlikda bemalol ko'tarib. Hozir birinchi skorda haydayapman. Bu birinchi skor mana. 25 tezlik. 3-skorda. Yurishlarini ko'rishingiz mumkin. Juda ajoyib. Xudo xolasa muraviylarimiz a'lo darajada chiqyapti. Sifatlari yurganda mana tormozlari ham joyida ushlaydi. Alloh nasib qilsa, olgan odam maza qilib baraka topadi. 1 tonnali usti ochiq materiallarimiz ramalari ko'rishingiz mumkin. Ramalarni yana ancha baquvvat ishlangan, rama qalinligi ham mustahkam ishlangan, 2 qavat. Shuni ko'p joyda 3 qavat deyshadi. Bitta narsa e'tibor beringlar, bu o'rtadagi afshipka uchun qilingan bu narsa. Bu
3 qavat deb tushuntirishadi mijozlarga, lekin bu mana o'rtada tugagan. Shunga e'tibor beringlar. 2 qavat rama bo'ladi o'zi aslida, lekin rama bo'lganda ham mustahkam rama, qalinligi ham juda joyida. Tomli siniy rangi, qora rangi, mokriy rangi ko'rishingiz mumkin. Har xil ranglar mavjud. Bitta narsa e'tibor berib qo'yasizlar, bizning Muravilarimizda zadniy most qismlari Xitoydan mana shunday reduktorlari, motorlari qo'yilgan holatda keladi. Zadniy most butun yig'ilgan holatda keladi. Ayrim firmalarga chochma holatda keladi, lekin Turbo Max brendiniki hammasi butun holatda keladi. Shunga ham e'tibor berib qo'yasizlar. Xudo xolasa yig'ilish jarayonida Muravilarimiz, stakan modellarimiz, polo kabinka modellarimiz tez orada hammasini sotuvga chiqaramiz. Hurmatli mijozlar, mana Muravilar qanaqa holatda keladiganligiga, Muravilarimiz juda akkuratniy holatda keladi. Xitoydan har bitta detali alohida o'ralib keladi. Ko'rishingiz mumkin. Inshaalloh chiroyli holatda yig'ib chiqaryapmiz. Har bittasi shunday materiallarga o'ralib, chiroyli holatda kraskalarni yana ko'rishingiz mumkin. Bu tomli siniy rangi, mana mokriy rangi, vayenniy ranglari, mana ramalardan ko'rishingiz mumkin. Har xil ranglar sotuvdamiz. Bu polo kabinkali materialimiz. Yig'ilish jarayoni ko'rishingiz mumkin. Har bir zapchasi alohida chiroyli holatda kelgan. Inshaalloh hammasini yig'ilishi bilan sotuvga chiqaramiz. Ko'rib bemalol xarid qilishingiz mumkin. Yana ham to'liq ma'lumot kerak bo'lsa, pastda yozilgan nomerlarga murojaat qilaverasizlar.